Assalomu alaykum, YouTube kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimizni bilan Shahrixonga olib kelib o'rnatib berdik. Bu 4 teshik, 2 ta rom. Bularni kvadratini 800 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Mana o'rnatishlar ham vodiy bo'ylab, ham yo'q ichida. Mana shu lola pasollar kvadrat 800 ming so'mdan. Mana ko'rib turganinglardek, mana romlari ham katta bo'ldi. Narada ham 2 teshik bor, bitta rom bor. Mana bu yerda bitta rom, mana 2 ta eshik. Bu yog'ochni ko'pchilik nima qo'ydi deydi, bu pena qisib olmasligi uchun qo'yib qo'yapmiz. Bemalol ochib kirib chiqsa bo'laveradi, sekin ehtiyot qilib. Pena qisib olmaydi. Shuning uchun beliga yog'och qo'yib qo'yganmiz. Oynalar germetiklangan. Mana oq gulli qo'yib berdik, shundan qo'yib berdik. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Mana O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like patisiga bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana eshik romlarimiz.